Shu namoz vaqtidan oldin o'qishga bitta bir hikoya, bir sizlarni kayfiyatinglarni ko'tarib qo'yay. Kechasi yetib bordik Makka Mukarramaga deydi, keyin umrani qilib keyin ihromdan chiqiladi-ku, ihromdan chiqib keyin dam olinadi, to'g'rimi? Umrani qildik, bomdod namozi bo'lmay turib, mehmonxonaga kelib, ihromdan chiqib damda oldik, keyin bomdodga turdik, deydi. İçimizde bir sherigimiz bor edi, unga tur namozga desa, men namoz o'qib bo'lganman, bomdodda o'qib bo'lganman debdi. Desa, yo tur bomdod vaqt kirmasdan turib kelganmiz-ku, uxlayapsan-ku shundan beri. Men o'qimaganman deb quloq solmadi deydi. Keyin hop o'ziga qo'ydik deydi, keyin ertalab turganda nonushtaga sen bomdodni qazo qilding. Bomdodni o'qimasdan keluvdik-ku. Esingdan chiqib qoldimi desa, men o'qiganman-da debdi. Yo'qsirab aytmadingmi desa, yo, o'z esimda turib aytdim men. Qanaqasi bomdodni vaqt kirmay turib o'qiding desa, aytarmishki, men Allohga aytib qo'yganman dermish. Nima deb aytding desa, Parvardigor yomon charchadim. O'zing ko'rib turibsan, uzoq yo'ldan keldim. Qancha tavof sa'ylar qildim. Shunga endi o'zing qabul qila qol. Men bir uxlasam qaytib tura olmayman, o'zing bilasan. Men Xudoga aytib qo'yganman dermish. O'shaqa qilib vaqt kirmagan namozni o'qisa o'tmaydi ekan.